Bankrot bo'lish. Bugungi kunimizda ko'pchilik bankrot bo'lib ketyapti. Kim eshitmasangiz bankrot bo'lib qoldi, ishimiz orqaga tortib ketib qoldi, pulimiz qolmadi degan gaplarni ko'p eshitamiz. Sizlarga savol: haqiqiy bankrot bo'lgan kishi kim o'zi? Bu savolni men bermayapman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalariga xuddi shunaqa savol berganlar. Atadruna manil muflis? Bankrot bo'lgan kishi kimligini bilasizlarmi? dedilar. Keling javobni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlaridan eshitamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, meni ummatimdan muflis, bankrot bo'lgan kishi qiyomat kunida namoz, zakot, ro'zalar bilan keladi. Ya'ni ko'plab amallar bilan, katta-katta amallar bilan keladi. Lekin bu odamni so'kkan, bu odamni tuhmat qilgan, bu odamni molini yegan, bu odamni qonini to'kkan, bu odamni urgan, keyin zulm qilgan odamlariga uni yaxshiliklaridan, boyagi namoz, ro'za, zakotlaridan olib beriladi. Savoblari tugaydi. Savoblari tugagandan keyin bu zulm qilingan kishilarni yomonliklarini bu odamga olib beriladi. So'ngra do'zaxga uloqtiriladi. Mana shu odam haqiqiy bankrot bo'lgan odam. Va hadisda kelgan xislatlarni aksariyati bizning jamiyatimizda bor. Hammamiz o'zimizga qarashimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo odil bo'lgan zot. Adolatli bo'lgan zot. Hech qachon birovning haqqini birovda qoldirmaydi. Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Va la yazlimu robbuka ahada." Robbing hech kimga zulm qilmaydi.